Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Diğer haftada bugungi savdomiz xudo xolasa Nexia 3 mashinamiz bo'ldi. Xivadan Muhiddin ukamiz gapdagi 2022-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. 115 million so'm naqd pul oldu. Tabriklayman aka. Yaxshi kunlar amining. Katta rahmat. Rahmat sizlarga. Kimga qiziqarli bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Diğer haftaga kelaverasizlar. Gap so'zing yo'qmi Xivaga? Yo'q, gap so'z bor. Mataqaydi. Allohim merasalam. Kelaverasizlar. Hamma yomon bo'lgan. Tavsiya etamiz. Xivani chanqalasini deysan, xudo xolasa endi. Yaxshi ukam, tabriklayman. Yaxshi kunlar amin. Katta rahmat. Keyingi yillar karamoli bo'lib o'tiraysan. Xivadan gapdir yana bular amaliy. Mashinamiz bir xato ko'rsatib o'tib ketdi diskalari bilan. Salonlardan bir ko'rsatib yurganlarni. Ko'p obunachilarni so'raydi. Xivadan turib shu aksiya tushdi deb turib sho'radan keldik kafe. Aksiya 0 dan qo'yadim buni o'zi. Sizlar naqd olaman dedingizlar, yaxshilab. Hurmatli obunachilar, kimga qiziqar bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz, diğer hafta kelaverasizlar.